agar siz 25 yoshdan oshgan pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda onangiz, otangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, sentyabr oyida pul masalasiga befarq qarash mumkin emas. Chunki aynan shu davrda ko'pchilik pensionerlar o'ziga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob, kompensatsiya yoki bankdagi yig'ilib qolgan mablag'ni o'tkazib yuboradi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar pul olishi mumkin? Kimlar kutmaslik kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlarni tayyorlash kerak va eng muhimi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat bitta pensionerga emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilmasa, odam o'z pulini o'zi bilmagan holda yo'qotib qo'yadi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlarning katta qismi pensiyani bir marta tayinlatganidan keyin endi hammasi shu har oy qancha tutsa, shuncha olaman deb o'ylagan. Ya'ni pensiya tayinlandi, karta berildi. Pochta orqali yoki bank orqali pul olindi, shu bilan ish tugadi deb qaraldi. Lekin amalda bunday emas. Pensiya miqdori ba'zi holatlarda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar faqat ariza berilgandan keyin tayinlanadi. Ba'zi kompensatsiyalar esa odamning yoshi, sog'lig'i, yashash sharoiti, daromadi yoki hujjatlarga qarab ajratiladi. Hozir nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shuki, ko'p ma'lumotlar elektron bazalarga o'tyapti, ayrim hujjatlar avtomatik tekshiriladi. Bank kartalari orqali to'lovlar ko'paydi. Pensiya jamg'armasi va ijtimoiy xizmatlar bo'limlari ma'lumotlarni tezroq solishtira boshladi. Bu yaxshi tomoni, lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar sizning eski ish stajingiz bazaga tushmagan bo'lsa, familiyangiz eski hujjatda boshqacha yozilgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi ayrim yozuvlar noto'g'ri bo'lsa yoki siz yangi imtiyoz uchun ariza bermagan bo'lsangiz, pul avtomatik kelmasligi mumkin. Shuning uchun men bugun sentyabrdagi yoqimli moliyaviy kutilmagan sovg'a deganda havodan tushadigan pulni emas, balki pensionerning o'ziga qonuniy tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan. Lekin ko'p hollarda e'tiborsizlik sabab olinmay qoladigan mablag'larni nazarda tutyapman. Bu qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin, ustama bo'lishi mumkin, kompensatsiya bo'lishi mumkin. Bankdagi foiz yoki ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda 55 yoshdan oshgan pensionerlar nimani bilishi kerak? Eng muhim qoida, pensiya tayinlangani bilan hayot to'xtab qolmaydi. Sizda yangi hujjat topilishi mumkin. Avval hisobga olinmagan ish yillari aniqlanishi mumkin. Sog'liq holatingiz o'zgarishi mumkin. Turmush sharoitingiz o'zgarishi mumkin. Har bir o'zgarish pulga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Masalan, bir ayol 25 yoshda pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganda uning 28 yillik ish staji hisoblangan. Keyin u eski papkalarni ko'rib, 1990 yillarda ishlagan bir tashkilotdan berilgan ma'lumotnomani topdi. U yerda yana 30 yil ish staji bor edi, lekin mehnat daftarchasida yozuv aniq bo'lgan. Agar bu 30 yil tasdiqlansa, uning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Faraz qilaylik, oyga tekingan ming yoki 20 ming so'm farq chiqdi. Bir qarashda katta pul emasdek tuyuladi. Lekin 2 oyga ko'paytirsak, yiliga 9-6 ming yoki 1 million 140 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga real yordam. Ikkinchi misol. Bir erkak 6 ming yoshda pensiyaga chiqqan, lekin pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etgan. Ko'pchilik ishlayotgan pensionerga baribir hech narsa qo'shilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda qo'shimcha ish davri, sug'urta badallari, rasmiy ish haqi va bazadagi ma'lumotlar keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu avtomatik bo'ladimi yoki ariza kerak bo'ladimi? Vaziyatga bog'liq. Shuning uchun ishlayotgan pensioner har yil yoki kamida bir necha yilda bir marta o'z pensiya ma'lumotini tekshirtirib turishi kerak. Uchinchi misol. Bir bu yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki boshqa davlatda. U pensiyasini oladi. Lekin kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat narxi sabab qiynaladi. Bunday holatda faqat pensiyani kutib o'tirish kerak emas. Mahalla ijtimoiy himoya bo'limlari, hokimlik huzuridagi tegishli xizmatlar orqali moddiy yordam, oziq-ovqat, parvarish, ijtimoiy xizmat yoki kompensatsiya olish imkoniyati bor yo'qligini tekshirish kerak. Bu hammaga beriladi degani emas, lekin yolg'iz. Kam ta'minlangan nogironligi bor. Parvarishga muhtoj pensionerlar albatta o'z holatini rasmiy tarzda ko'rsatish kerak. 4-misol.
Pensionerning bank kartasiga pensiya tushadi, lekin u kartadan foydalanmaydi. Faqat naqd pul yechib oladi. Ba'zida banklarda pensionerlar uchun maxsus omonat, karta foizi, cashback, komissiyasiz to'lov kabi takliflar bo'ladi. Albatta, men hech kimga shoshilib shartnoma imzolang demayman, lekin bankka borib, men pensionerman, menga qanday bepul xizmatlar, foizli, omonat yoki imtiyozli karta shartlari bor deb so'rash zarar qilmaydi. Masalan, odam har oy pensiyadan 200 ming so'mni alohida omonatga qo'yib borsa, yil davomida 2 million 400 ming so'm asosiy mablag' yig'iladi. Ustiga bank foizi qo'shilsa, kichik bo'lsa ham qo'shimcha daromad paydo bo'ladi. Lekin foiz muddat yechib olish sharti jarima bor yo'qligini aniq bilmasdan pul qo'ymaslik kerak. Kimlar ko'proq e'tibor berishi kerak? Birinchi guruh, pensiyasi juda kam bo'lganlar. Agar pensiya miqdori minimal darajaga yaqin bo'lsa, qo'shimcha ustama. Kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam. Ijtimoiy reyestr orqali yordam olish imkoniyati tekshirilishi zarur. Ikkinchi guruh, eski mehnat daftarchasi bor, lekin undagi yozuvlar noaniq bo'lgan pensionerlar. Uchinchisi, sovet davrida kolxozda, zavodda, maktabda, shifoxonada yoki vaqtincha tashkilotlarda ishlaganlar. To'rtinchisi, nogironligi bor, parvarishga muhtoj, yolg'iz yashaydiganlar. Beshinchisi, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlaganlar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ish stajingiz to'liq hisoblangan bo'lsa, pensiya tayinlangandan keyin yangi hujjat paydo bo'lmagan bo'lsa, sog'lig'ingiz, oilaviy va yashash holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, kartangizga pul vaqtida tushayotgan bo'lsa, unda katta o'zgarish kutmasligingiz mumkin. Lekin baribir yiliga hech bo'lmasa bir marta tekshirtirish foydali. Chunki xatolik bo'lmasa ham siz xotirjam bo'lasiz. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, qo'shimcha pul doim ham avtomatik kelmaydi. Odamlar ko'pincha agar menga tegishli bo'lsa, davlat o'zi beradi deb o'ylaydi. Amalda esa ayrim to'lovlar ariza asosida beriladi. Siz ariza bermasangiz, sizning holatingiz rasmiy tarzda ko'rib chiqilmaydi. Masalan, parvarishga muhtojlik, yashash sharoiti, kam ta'minlanganlik, hujjatdagi yangi ish staji kabi masalalarda sizning tashabbusingiz kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, hujjatdagi bitta harf ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasportda familiya Karimova, eski mehnat daftarchasida Karimova M, boshqa ma'lumotnomada esa Karimova Muhabbat deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin ba'zida mos kelmasa. Ish staji tasdiqlanmay qolishi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda arxiv ma'lumotnomasi, tashkilotdan tasdiq, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, eski hujjatlarni tashlab yubormang. Hatto sarg'ayib ketgan bo'lsa ham, u sizga pul olib kelishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, men qo'shnimdan eshitdim degan ma'lumotga ishonib xulosa chiqarmang. Qo'shningizga berilgan to'lov sizga berilmasligi mumkin. Chunki uning staji boshqa, oilaviy holati boshqa, nogironlik guruhi boshqa, daromad manbasi boshqa. Aksincha, sizga tegishli bo'lgan to'lov qo'shningizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun aniq javob faqat hujjatlar tekshirilgandan keyin beriladi. To'rtinchi nozik jihat, firibgarlar. Sentyabr kabi davrlarda pensionerlarga qo'shimcha pul chiqdi. Kartangizga sovg'a tushadi. Kodni ayting. Pasport rasmini yuboring, oldin komissiya to'lang degan qo'ng'iroqlar ko'payishi mumkin. Men buni alohida ogohlantiraman. Hech qachon telefon orqali bank kartangizning kodini, SMS tasdiqlash raqamini, PIN kodni, karta orqasidagi raqamni aytmang. Haqiqiy davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz pul ko'radi desa, bilingki bu juda katta xavf belgisi. Telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qiling. 5-nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar kartasiga pul tushadi, lekin kutilgandan kamroq bo'ladi. Sababi aliment, kredit qarzi, ijro hujjati, bank komissiyasi yoki boshqa ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunday holatda darhol pensiyani kamaytirishdi deb xulosa qilmang. Avval bankdan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Keyin pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Agar ijro byurosi orqali ushlab qolish bo'lsa, u yerga murojaat qilib asosini bilib oling. Ba'zida eski qarz yoki noto'g'ri undirilgan summa ham uchrashi mumkin. 6-nozik jihat, boshqa davlatda yashash yoki uzoq muddat chetda bo'lish. Agar pensioner chet elga ketgan bo'lsa, pensiya to'lovi tasdiqlash. Yashash holati va bank kartasidan foydalanish bilan bog'liq
talablari bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda qarindoshlar pul tushmay qoldi deb hayron bo'lmasligi uchun oldindan pensiya organidan tartibni so'rab qo'yish kerak. Ayniqsa ishonchnoma muddati, bank kartasi muddati va shaxsni tasdiqlash masalalari muhim. 7-chi nozik shart: vafot etgan pensionerning pullari. Bu juda nozik, lekin hayotiy masala. Agar pensioner vafot etsa, qarindoshlar bank kartasidan pul yechishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Qonuniy meros, dafn puli, oxirgi to'lov, ortiqcha tushgan summa kabi masalalar bor. Karta qo'limda edi, yechib oldim deyish keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatda notarius, pensiya bo'limi va bankdan rasmiy tartibni so'rash kerak. Endi eng muhim qism: siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: pensiya miqdorini tekshiring. Kartangizga qancha tushganini yozib boring. Har oy bir xil tushyaptimi? O'zgarish bormi? Ushlab qolish bormi? Ko'ring. Agar bank ilovasi bo'lsa, ko'chirmani saqlang. Agar ilova ishlatmasangiz, bank filialidan yoki bankomatdan ma'lumot oling. Pensiya tushgan sana va summa sizda yozma ko'rinishda bo'lsin. Ikkinchi qadam: pensiya bo'limiga murojaat qilib, o'z pensiya hisob-kitobingizni ko'rishni so'rang. Siz shunday deyishingiz mumkin: men pensiyam qanday ish staji va qanday ish haqi asosida hisoblanganini bilmoqchiman. Qayta hisob-kitob qilish imkoniyati bor yo'qligini tekshirib bering. Bu juda oddiy, lekin foydali savol. Ba'zida odam shu savolni bergandan keyin ilgari hisobga olinmagan davrlar aniqlanadi. 3-qadam: hujjatlarni yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat bilan bog'liq hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, agar yolg'iz yashash bo'lsa, mahalla ma'lumotnomasi va uy-joy holati bo'yicha hujjatlar so'ralishi mumkin. 4-qadam: eski ish joylarini aniqlang. Agar tashkilot hozir mavjud bo'lmasa, arxivga murojaat qilinadi. Ko'p odamlar zavod yopilgan, demak hujjat yo'q deb o'ylaydi. Lekin ko'pincha tashkilot hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Siz viloyat yoki tuman arxiviga so'rov berishingiz mumkin. So'rovda to'liq ism, familiya, tug'ilgan yil, ishlagan tashkilot nomi, ishlagan taxminiy yillar, lavozim yozilishi kerak. Agar eski familiyangiz bo'lgan bo'lsa, uni ham ko'rsating. 5-qadam: mahallaga boring. Agar daromadingiz kam bo'lsa, yolg'iz yashasangiz, dori-darmonga ko'p pul ketsa, uyda parvarishga muhtoj bo'lsangiz, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Menga qanday ijtimoiy yordam turlari bo'yicha ariza berish mumkin deb aniq so'rang. Umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Moddiy yordam, oziq-ovqat yordami, kommunal to'lovlar bo'yicha yordam, parvarish xizmati, nogironligi bor shaxslar uchun vositalar kabi masalalarni alohida so'rang. 6-qadam: bank bilan gaplashing. Bank filialiga borib, mening pensiya kartam bo'yicha komissiya bormi? Bepul xizmatlar bormi? Omonatga qo'ysam shartlari qanday? Kartam muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma pullikmi deb so'rang. Ko'p pensionerlar SMS xabarnoma yoki keraksiz xizmatlarga o'z-o'zidan pul ketayotganini bilmaydi. Oyiga 10 ming so'm bo'lsa ham, yiliga 20 ming so'm. Bu pul ham pensioner uchun ahamiyatli. 7-qadam: ariza yozishda aniq yozing. Masalan, pensiya qayta hisob kitobi uchun arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini qo'shimcha taqdim etilayotgan ish staji va ish haqi hujjatlari asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar ijtimoiy yordam bo'lsa, oilaviy va moddiy holatimni o'rganib, amaldagi tartib asosida ijtimoiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizani topshirganda kirim raqamini yoki qabul qilingani tasdiqlovchi belgini oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 8-qadam: qarindoshlar yordam bersin. Men farzandlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya oladi, lekin hujjat ishlaridan qo'rqishi mumkin. Siz ularga bank ilovasini tekshirishda, arxivga so'rov yozishda, pensiya bo'limiga borishda yordam bering. Ba'zan bir kunlik yordam ota-onangizga har oy qo'shimcha pul bo'lib qaytadi. 9-qadam: hamma javobni yozma oling. Agar sizga hech narsa tegishli emas deyishsa, muloyimlik bilan iltimos yozma javob bering deng. Yozma javob bo'lsa, keyin uni yuqori tashkilotga ko'rsatish, yuristga berish, xatoni aniqlash oson bo'ladi. Og'zaki rad javobi esa havoda qolib ketadi. 10-qadam: shoshilmang, lekin kechiktirmang.
Bu juda muhim. Shoshilib firibgarga ishonmang, tushunmagan shartnomaga imzo qo'ymang, qarz olib omad ochmang, lekin keyin boraman deb ham yuravermang. Sentyabr oyida hujjatlarni tartibga keltirib murojaatni boshlasangiz, yil oxirigacha natija chiqishi ehtimoli ko'proq bo'ladi. Yana bir hayotiy misol keltiraman. Pensioner ayol har oy 1.200.000 so'm atrofida pensiya olib yurgan. U o'zini menga bundan ortiq berilmaydi deb o'ylagan. Qizi hujjatlarini tekshirib, onasining kollejda ishlagan 2 yillik davri mehnat daftarchasida noto'g'ri rasmiylashtirilganini ko'rgan. Arxivdan ma'lumotnoma olingan, pensiya bo'limiga ariza berilgan. Natijada pensiya ozroq oshgan. Oyga farq 90.000 so'm bo'lgan. Kimdir 90.000 nima bo'pti deyishi mumkin. Lekin bir yilda 20.090.000 so'm. Bu bir necha oylik dori. Qish uchun issiq kiyim yoki nabiraga sovg'a bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Bir boboning kartasidan har oy kredit uchun ushlab qolish bo'lgan. O'zi buni tushunmagan, pensiyam kamaydi deb o'ylagan. Bankdan ko'chirma olinganda eski kafillik bo'yicha undirish ketayotgani ma'lum bo'lgan. Keyin hujjatlar ko'rib chiqilib, oila vaziyatini tushungan. Demak, ba'zan moliyaviy sovg'a degani faqat qo'shimcha pul emas, balki keraksiz yoki noto'g'ri ketayotgan pulni to'xtatish hamdir. Yana bir misol. Yolg'iz yashaydigan pensioner ayol mahallaga murojaat qilmagan, chunki uyalgan. Natijada bir necha yil davomida yordam imkoniyatlarini bilmagan. Ijtimoiy xodim holatini o'rgangandan keyin unga ma'lum turdagi yordamlar bo'yicha ariza topshirishga yordam bergan. Bu yerda eng katta to'siq qonun emas, odamning uyalishi bo'lgan. Men ochiq aytaman, siz butun umr ishlagansiz, soliq to'lagansiz, jamiyatga foyda bergansiz. Sizga tegishli yordamni so'rash uyat emas. Demak, sentyabrda 55 yoshdan oshgan pensionerlar uchun yoqimli moliyaviy imkoniyatlar bor. Lekin ularni o'tkazib yubormaslik uchun harakat qilish kerak. Pensiya hisob kitobini tekshiring, eski hujjatlarni yig'ing, arxivga so'rov bering, mahalladan ijtimoiy yordam imkoniyatlarini so'rang. Bank kartangiz va ushlab qolishlarini nazorat qiling. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizga bitta asosiy fikrni qoldirmoqchiman. Pensionerning puli mayda pul emas. Har bir 50.000, 100.000, 200.000 so'mning qadri bor. Agar bu pul sizga qonuniy tegishli bo'lsa, uni bilmaslik sabab yo'qotib qo'ymang. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya qayta hisob kitobi, qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordam bo'yicha murojaat qilganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Tajribangiz boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bugun eshitilgan bitta ma'lumot ertaga kimningdir haqiqiy pulga aylanishi mumkin.